Holland hech qachon yarim finalda gol urmagan. Southampton esa hatto Premier Ligada ham o'ynamaydi. Lekin Angliya Kubogining bu narsalar bilan nech pullik ishi bor. Manchester City 8 yildan beri har yili yarim finalga chiqib keladi. Holland Angliya Kubogida 12 ta gol urgan. Lekin ularning bittasi ham yarim final yoki finalga to'g'ri kelmaydi. Birortasi ham. Southampton bu yerlarga kelish uchun Premier Liga peshqadamini musobaqadan chiqarib yubordi. Ular hatto Premier Ligada ham o'ynamaydi. Ikkinchi divizion klubi oxirgi marta finalga chiqqanida Holland birinchi sinfda o'qirdi. Aslida Southampton bu yerda bo'lishi kerak emas. Manchester Cityning muammosi ham mana shunda. Chelsea'da gap ko'p. Premier Ligada oxirgi 7 ta o'yinda faqat bitta g'alaba. Bosh murabbiy ishdan ketgan, klubning qiyofasi yo'q. Lekin marhamat, hech narsa bo'lmagandek kubok yarim finalida turishibdi. Leedsning esa bu atroflarga kelmaganiga salkam 40 yil to'ldi. Ular West Hamni penaltilarda yutishdi. Leedsning yo'qotadigan narsasi yo'q. Chelsea esa nima qilib bo'lsa ham yutish kerak. Va aynan mana shunaqa tarang vaziyatlarda londonliklar xato qilishyapti. Yarim final juftliklarining o'xshash bir tarafi bor. Ikkala o'yinda ham bitta katta jamoa borki, tarixini himoya qilish kerak. Majbur. Ikkinchisi esa tarix yozmoqchi. Bir o'yindan iborat bunaqa o'yinlarda yo'qotadigan narsasi yo'q klublar odatda erkinroq o'ynashadi. Southampton shanba kuni, yakshanbada Leeds. Shunaqa bir qolip bor. Favoritlarning orqasida katta tarix turadi. Outsiderlarda esa himoya qiladigan hech narsa yo'q. Wembley odatda mana shunday qoliplarni juda tez hal qiladi. Sezib turibman. Bu haftada mana shu qoliplarning bittasi aniq sinadi.